O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga, zimmamga yuklangan yuksak vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilaman. Сапоги просто показать. Вот он большой лицо бегал. Сапоги вот так покажите. Ikkinchi marta so'zga chiqyapman, lekin mana shu o'zim hayajondaman. Sizlarni yorug' ko'zlaringizni, yuzlaringizni ko'rib, men o'ylaymanki, bugun haqiqatdan ham bir tarixiy kun. Gap Karimovda emas, gap Inson Karimovda emas, gap O'zbekistonni mana shu bugungi voqeasi o'zbek xalqini, o'zbek nomini ulug'lash, o'zbek xalqini butun dunyoga ko'tarish va kelajak hayotimizni bugun zaminni tug'dirish degan narsa. Nima deganda menga bildirgan, shaxsan O'zbekiston prezidentiga bildirgan hurmat bu hozirgi bizlar birinchi qadam qo'yayotgan, O'zbekiston mustaqilligiga birinchi qadam qo'yayotgan butun dunyo tan beryapti. Ishonaman, bilib qo'yinglar, ishonamanki, albatta hozir belgilangan, hozir va'da bergan, hozir o'zimiz hayotimizda olib keladigan maqsadlarga albatta erishamiz. Bunga qasamyod yana bir marta ichmoqchiman.